taksichilik qilyapman, ketyapman. Yo'ldan bir yigit chiqdi, qo'llandi. Endi olyapman, tojikka ketdi. Rus tiliga gaplashib ketyapmiz. Keyin 400 metrdan keyin yana bitta yigit chiqyapti. To'xtang deyapti, mana shu yigit ular jo'ramular birga ishlaymiz deyapti. Yurgan Safiyskiy baza degan joy bor. Hamma tojik, o'zbek, russkilar ishlashadi o'sha yerga. Значит, shu ishlasa kerak deb ketyapmiz. 2 kishi bo'ldi endi ular yana 1 kilometr yurgandan keyin o'sha bazaga yaqinlashgan holatda yana 2 kishi kutib ekan yerga. To'xtang deb, ana shu kishini ham olaylik ikkalasini deyapti, birga ishlaymiz deyapti. Qo'shib beraman deyapti taksiga. Aytdim, "Hay." Sekin qarayapman, mana shu bo'ynimga pichoq shuni tiralayapti-da. Chetga shuni saqlayapti. Shuni chetga chiqib saqlayapman-da. Keyin "Davay" deyapti. "Nimang bor, hamma narsangni chiqar" deyapti. "Что видишь" deyapti. "Все, ребят, я вас понял" dedim. Tushundim sizlarni dedim. Pichoq turibdi bu yerga. Eshitganmiz bunaqa, tim bo'l Piter banditskiy shaharda deyshadi. Birinchi shahar. Rahmatli onamni ko'zlarini operatsiya qilmoqchi edik. Pul yig'ib qo'yganimda 340 ming rubl edi. Это dollarda 1000 atrofida edi. $1000 atrofida edi. Shu kurs kichkina edi. Ularni basitkadan olib ularni beryapman. Planshetim, ikkita telefonim, qo'limga tilla uzukcham bor edi. Uni yechib beryapman. Ular uzaytyapti, "Davay" deyapti, "Berasan" deb. Hamma narsani olib, kaltni olyapti-da, o'tiraverib ko'chaga, чтобы boshqa mashin kelyapti-da, ular ham minib ketyapti, чтобы men yeta olmasligim uchun-da.